21 dan yuqorisi beriladi. 21 dan past bo'lsa, assalomu alaykum. Sigirimiz tug'di. Egiz tuqqan. Endi buni sutini beramizmi yo'qmi? Albatta savol qiynaydi. Buning uchun mana bu refraktometr degan apparat bor. Hozirda sog'ib tekshirib ko'ryapmiz. Mana bu refraktometrda sut tomizgandan keyin 21 dan yuqori bo'lsa, immunoglobulin yuqori bo'ladi. O'shaning uchun buni sog'ib tekshirib ko'rib uzoqlarga beramiz. Refraktometrda o'sha aniqlangandan keyin uzoqlarda ko'pincha bu fermalarda sutchilik yo'nalishida bo'lgan birinchi tuqqan tanalarda sut chiqmaydi. Unda mana bu uchinchi tuqqandan yuqori bo'ladi. Bundan ko'proq sog'ib olinib zapas holda qo'yib qo'yiladi. Undan keyin o'sha yangi tuqqan sigirlarga berib beramiz. Immunoglobulini mana ko'rishlaringiz mumkin. 29.4 chiqdi. Bu standart norma. 21 dan yuqorisi beriladi. 21 dan past bo'lsa, bu utilizatsiya yoqimsiz sotuvga chiqarib yuboriladi. Buni qilinmaydi, ya'ni uzoqlarga beriladi.